Jo'ja boqsa bu xatolarni qilmanglar, bu sizlarga qimmatga tushishi mumkin. Ya'ni videomiz nima haqida bo'ladi? Jo'jalarni to'g'ri ovqatlantirish va parvarish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta foydali bo'ladi. Ochirilgan jo'jalarga ho'l, nam narsa berib bo'lmaydi. Ya'ni ovqatlari quruq bo'lishi kerak. Biz jo'jalarimizga nima beramiz? Biz jo'jalarimizga mana bunaqa tayyor jo'jalarni start yemi bo'ladi. Yem do'konlarda bo'ladi, start yemi bo'ladi. Qo'shimcha qilib biz yigota yemini beramiz. Ya'ni yemxonada kepik qo'shamiz. Oddiy kepik. Keyin trikalsiy, ya'ni suylarni mustahkamlash uchun sabzi, qaynatilgan tuxum. Agar jo'jalarning soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, tuxumni sarig'ini qo'shib bersanglar bo'ladi. Agar kamroq bo'ladigan bo'lsa, sarig'ini bermasliklarini tavsiya qilamiz, chunki ich buzilishi, ich qotishi, ich ketishi bo'lishi mumkin. Jo'jalarda bu o'limga sabab bo'ladi. Men hozir sizlarga jo'jalar ovqatini tayyorlab ko'rsataman. Hozir idishimizga mana bir piyola start, bir piyola yigota, bir piyola kepik soldik. Tuxumimizni maydalab sovuramiz, yaxshilab. Shuni yaxshilab maydalab olamiz. Ustiga sabzini solamiz. Ozgina kalsiy solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bir-biriga singib ketishi kerak. Ko'rsanglarki, yemimizni tayyorlab oldik, men jo'jalarimizni beramiz endi. Jo'jalarimizni ovqatning ichiga soldik. Endi beramiz. Ko'rsanglarki, jo'jalarimizni shaqalari zo'r, hammasi tetik jo'jalar. Foydali ma'lumotlarni o'qib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosib qo'ying va jo'ja boqmoqchi bo'lgan o'rtoqlarga videoni joylashtirib qo'ying. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.